Hurmatli premium uy kuzatuvchilari, bugun YouTube kanalimizga shunaqangi chiroyli video qo'yamiz. Haqiqatdan mabodo bugun sizga nasib qilmasa ham, lekin ko'rib ham havas qilasiz. Bir kun Xudo xolasa yaxshi niyatingiz uchun xuddi shunaqa uylar sizga ham nasib qiladi. Bugun Oltinko'l tuman Oyshaxonimda 28-xonadon, ya'ni Shifokorlar ko'chasi 28-xonadondamiz. Lekin Oyshaxonimda o'zingiz bilasiz, hech kim to'g'risi Oltinko'lga qaray demaydi, lekin Oltinko'lda ko'rib turganingizdek 3 ta shunaqangi kottej desak kottej emas, dom desak dom emas, lekin uyda dahshati qurilgan. 4 qavatli podvali bilan ko'rib turganingizdek 1, 2, 3 alohida bu 3 ta o'zini aka-ukalarga chiroyli yaxshi niyatda qilingan uylar, lekin xonadon egalari Toshkentga ko'chib ketgani sababidan bugun sizga nasib qiladigan bo'lib turibdi. Eng yaxshi tomonlaridan biri ko'rib turganingizdek bu yerda alohida kunlik eshikka kirib chiqish uchun yoki to'y tomoshalarda ayollar bu tomondan, erkaklar bu tomondan kirishga avtomat eshiklar ham, darvozalar qo'yilgan. Xullas qarang, uchala xonadonimizni bittasini avzorini qilib beramiz, qolganlarini endi kirib chiqishga vaqtimiz to'g'risi sizga yetmay qolishi mumkin. Birinchi, ikkinchi xonadonimiz 4 sotik, 4 qavatli. Undan tashqari ikkinchi, uchinchi xonadonimiz bo'lsa 5 sotikda, bu ham 4 qavatli, hammasi 12 tadan xonadonga bo'lingan. Qani bismillah deb boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek eshiklarimiz avtomat darvoza, rushnoyda ham mabodo svet o'chib qoladigan bo'lsa, bemalol ko'tarib yopishingiz mumkin. Lekin bitta narsani aytib o'taman, bu yerda aynan xuddi shu xonadonga gaz, svet, suv, sentralniy kanalizatsiya alohida tortilgan. Gapni ochig'i, bu yerda mabodo ekstremniy vaziyat bo'lib qolmasa-ki, o'chmaydi. Kiraverishingizda ko'rib turganingizdek bu yerda bitta sanuzelimiz bor. Bu degani o'zi asli musulmonchilikka ham juda ham to'g'ri keladigan, qo'l yuvishga, tahorat olishga eshik tagida bitta xonadonimiz bor. Xonamiz bor. Bu yerda mana so'rlarni belki olib chiqolsangiz bo'ladi. Bemalol ikkita mashinaga ham joy bor. Ko'rib turganingizdek shunaqangi kiraverishda buni bekarga qo'yishmagan, shunaqangi eshiklarni qo'yishdan maqsad konditsioner ishlayotgan paytida bemalol yozgi kunda, qishki kunda zo'r sizga effekt beradi. Qani bismillah deb birinchi etajdan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek toshlarda shunaqangi ishlatishgan ekan, bu toshlar o'ta ushlab ko'rsangiz ham juda ham bo'lashcha, mayin holatda sizga yoqadigan holatda bo'ladi. Qarang, kiraverishingizga oyoq kiyimga nima deymiz, podstavka deymizmi, xuddi shunaqa narsalarda qo'yishgan. Bu mahsulotlar har bittasi Germaniyadan keltirilgan ekan, shunaqangi o'zi uchun harakat qilishganki, vaqti kurtoy. Bu yerda mana kiraverishimizda kiyimlarni ilib qo'ygani, oyoq kiyimlarga qo'yingki, hamma narsaga imkoniyat bor. Har bir etajimiz podvaldan boshlab 4-qavatgadir har bitta etajda alohida elektromontaj, to'pli pol podvaligacha qilinganligi ham bir alohida ahamiyatga ega. Mabodo bu yerda Xudo xolasa kelinlar yoki ayolingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda kattagina oshxonani tayyorgarliklari bo'lib, xuddi shu yerda ko'rib turganingizdek sizga rosa ovqatlarni pishirib beradigan joyi ham bo'ladi. Kuxinniy mebellarda aytdim sizga, har bir detalniy narsalargadir Germaniyadan keltirilgan ekan. Endi birinchi etajdan sizga Xudo xolasa kirib ko'rsatamanki, bu yerda alohida sanuzelimiz bor. Birinchi qavatdagi bu yerda undan tashqari bu spalniy xonamizni ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bitta spalniy xona, garderob, undan tashqari o'zini alohida sanuzeligacha bor. Ko'rib turganingizdek, oshxonaga alohida sanuzel, bu yerga bitta yaxshigina joy qilingan. Undan ham eshiklarini qalinligiga bitta e'tibor berasiz. Mana oynani, qarang razmerlarini. Shunaqangi dahshat holatda qilinganki, eshik tagidan kirganlarni ko'rib turish uchun menimcha ota-onaga bu yerga joy qilib berish kerak. Sababi bilasiz, ota-ona doimiy keldi-ketini nazorat qilib turadi o'zbekchilikda. Shunisi juda ham yaxshi ahamiyatga ega. Orqa tomonimizni ham hozir ko'rsataman. Endi sizga ikkinchi qavatlarni ham ko'rsatishga qani o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, har bir toshlarni bu juda ham menga yoqdi. Sababi bilmayman, qaydan olib kelishgan bo'lardiki, lekin juda ham go'zal holatda ekan. Ko'rib turganingizdek, mana har bitta etajimiz to'pli pol bo'lgan. Undan ham bilasiz, bu yerda kvadratiga qarab qo'yilgani uchun juda ham ko'p turba ketgan. Buni o'zi santexniklar yoki o'zi to'pli pol qilgan odam juda ham yaxshi biladi. Endi bu tomoniga kiradigan bo'lsak, menimcha bu yosh qizlarimizni xonasi bo'lsa kerak. Svetlarini o'chirib qo'yishibdi, shunaqangi chiroyli holatda pushtirang berilgan bunga, lekin kamera buni olib bera olmayapti. Sababi bu yerdagi svet osvesheniyasi ozgina gapni ochig'i pastlik qilyapti. Buni chiroyliligini ko'rsatib berishga. Ko'rib turganingizdek, bu yerda yana bitta sanuzelimiz har bitta xona uchun alohida qilingan.
xonalarda gapni ochiq adashib ham qolasiz. Endi bu tomonga kiradigan bo'lsak, bu tomonda yana bitta xonamiz. Ko'rib turganingizdek, u xonadan kirsangiz, bir qator kiring ko'rsatamiz. Eshikdan bu yoqqa o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda sanuzel, undan tashqari yana bitta xona. Bu ochiq rangda ekan, juda ham chiroyli. Qarang, detalni har bitta agar bu mahsulotimizni adashmasam nima deyardik? Xullas, mana shu patolog mahsulotimizni ham har bitta narsasini gullarga moslashgan ekan. Bu yerda ham garderobimiz bor, o'zini yana alohida sanuzeli bor. Ko'rib turganingizdek, vashi xullas bir gap bilan aytganda juda ham kurtoy holatda bo'lgan ekan. Endi 3-qavatimizga chiqamiz. Podvali bilan hisoblaganda 4-qavatga chiqyapmiz desak ham to'g'riroq bo'ladi. Bu yerda ham qarang, bitta narsaga shunaqangi e'tibor berilgan. Ikkita eshikdan birinchisidan kirganingizda holga ham e'tibor bering. Hol yaxshigina hol bor bu yerda. Juda ham mana ochiq svetda, bu o'zi odamga yoqadigan rang qilishgan ekan. Bu yerga bitta xona, kirganimizdan keyin yana xuddi shunday bu eshikni yopamiz. Bu eshikni ochadigan bo'lsak, yana bitta sanuzel, yana bitta alohida xona. Undan tashqari bu yerda ham garderobimiz bor. Menimcha bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaysiz degan umiddaman. Endi bu tomonga kiradigan bo'lsak ham xuddi shunday. O'ng qarang, har bitta xonada o'zini alohida sanuzellari mavjud. Bu degani namoz o'qiydigan tahorat uchun yoki alohida yoshlarimizga ham e'tibor juda ham yaxshi ham qaratilgan. Havo sistemalari juda ham chotki holatda qilingan. Undan ham xuddi shu yerda o'zidan ham ko'rsatib qo'ysangiz bo'lar ekan. 3 ta xonadonni zeleniy zonasi o'ziga yarasha zeleniy zona. Orqa tomonda ham podval qismi bor. Undan tashqari bemalol yozgi oshxonalarni, kuxnyalarni qilsangiz ham bo'ladigan joy. Podval qismiga endi tushmay qo'yardik. Podvali o'ziga yarasha remont bo'lgan, to'pli pol bo'lgan. Undan tashqari hamma apparaturalar o'sha yerga ham joylashgan. Xuddi shu xonadonimizni 5 sotik 12 xona, har bitta etajda bittadan hisob-kitob, pastdagina hisob-kitob qiladigan bo'lsak, adashmasam 6 ta sanuzellari bilan 12 ta xonasi bilan to'liq pishig'ishda qilingan, umuman o'chmaydigan gaz, svet, suv, kanalizatsiya liniyalari bilan 5 sotik 12 xonani $190,000. 4 sotik 12 xonadan ikkitasini $165,000 baholangan. Notariusda pul sanasangiz bo'ladi, bank orqali olsangiz bo'ladi yoki uzoq bo'lmagan muddatga variant asosida olsangiz bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri bog'lanish uchun men pastda nomer qoldiraman. Telegram kanalimizni bilasiz. Premium uylar Telegram kanalida to'g'ridan-to'g'ri lokatsiya orqali kelish imkoniyatiga egasiz. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. YouTube'da sizga menimcha to'liqroq ma'lumot berdik. Instagram kanalimizni doimgidek kuzatib borishingiz mumkin. Istoriyani oldinroq ko'rsangiz, birinchilardan sotuvni bilib olasiz. Albatta aloqaga chiqing, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang.